Assalomu alaykum. Energiya samaradorligi Milliy agentligining 2026-yil 1-chorak yakuni bo'yicha ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining energiya servis xizmatlari bozorini shakllantirish hamda aholi uy-joylarining energiya samaradorligi oshirilishini rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 673-sonli qaroriga asosan uy-joylarni energiya auditdan o'tkazish xarajatlari 100% miqdorda quyosh panellari, geliy kollektorlar, maishiy isitish qozonlari va boshqa energiya tejovchi qurilmalar uchun xarajatlarning 20% qismi, issiqlik nasoslari xarid qilish va o'rnatish xarajatlarining 40% qismi energiya samaradorligi Milliy agentligi tomonidan qoplab berilmoqda. Joriy yil yanvar, fevral, mart oylari davomida energiya samaradorligini oshirish raqamli platformasi esma.uzex.uz orqali aholi tomonidan subsidiya asosida energiya samarador qurilmalarni xarid qilish va o'rnatish bo'yicha 7300 dan ortiq so'rov kelib tushgan. Shundan qariyb 5000 xonadon energiya auditdan o'tkazildi. 1100 dan ortiq xonadonga quyosh panellari, geliy kollektorlar hamda issiqlik nasoslari o'rnatish uchun subsidiya ajratildi. Ajratilgan subsidiya qiymati 9 milliard so'mga teng bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yilda hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq Energiya samaradorligi Milliy agentligi Ijtimoiy himoya Milliy agentligi bilan hamkorlikda 2026-yil 1-martdan boshlab ijtimoiy reyestrga kiritilgan birinchi guruh nogironligi bo'lgan va mehnatga layoqatli a'zosi mavjud bo'lmagan oilalar xonadonlarida yashil ta'mirlash ishlarini amalga oshirishni yo'lga qo'ydi. Ushbu tashabbus doirasida xonadonlarning devor va tom qismlarini izolyatsiya qilish, energiya tejamkor deraza va eshiklarni o'rnatish, shuningdek, quyosh panellari va geliy kollektorlarni joriy etish ishlari amalga oshirilmoqda. Bu aholining turmush sharoitini yaxshilashga xizmat qilish bilan birga energiya sarfini ham qisqartirishga zamin yaratadi. Respublika bo'ylab xonadonlarga energiya samarador qurilmalar o'rnatishda beriladigan rag'batlantirish mexanizmlari to'g'risida aholini xabardor qilish maqsadida qator seminar va uchrashuvlar tashkil etilmoqda. Xususan, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Surxondaryo, Buxoro, Navoiy va Toshkent viloyatlarida qator seminarlar o'tkazildi. 2026-yil 1-choragi davomida energiya auditorlari tayyorlash bo'yicha jami 16 ta ta'lim tashkilotlari bilan hamkorlik yo'lga qo'yildi. Agentlik tomonidan energiya auditorlarini sertifikatlash bo'yicha bino inshoot yo'nalishida jami 5 marotaba imtihon o'tkazildi va muvaffaqiyatli o'tgan 268 nafar nomzodlarga sertifikatlar topshirildi. 2026-yil 7-aprel holatiga esma.uzex.uz platformasidagi energiya auditorlarining yagona reyestrida jami 185 ta energiya auditorlar ro'yxatdan o'tdi. Shundan 126 tasi boshlang'ich, 59 tasi professional toifadagi energiya auditorlari hisoblanadi. Platformadagi energiya auditorlik korxonalari soni esa 70 tani tashkil qiladi. 2026-yil boshidan 4944 ijtimoiy soha muassasalarini energiya samaradorlik talablari asosida modernizatsiya qilish ishlari boshlandi. Natijada yiliga o'rtacha 218,3 million kilovat elektr energiyasi, 304 million metr kub gaz iqtisod qilinadi. Bugungi kunga kelib 371 ta energiya sarfi yuqori bo'lgan sanoat korxonalari belgilandi. Ularni energiya auditdan o'tkazish rejalashtirilgan. Siz Energiya samaradorligi Milliy agentligining 2026-yil 1-chorak yakuni bo'yicha ma'lumotlar bilan tanishdingiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.